Rahmatullo Otaqo'zi o'g'li Uyg'un 1905-yili hozirgi Qozog'iston Respublikasi Jambul viloyatining Marki qishlog'ida xizmatchi oilasida dunyoga keldi. U qishlog'idagi maktabni tugatgach, Toshkent pedagogika texnikumida o'qidi. 1925-yildan boshlab Toshkent qishloq xo'jaligi texnikumida o'zbek tili va adabiyotdan dars berdi. Uyg'un 1927-yili Samarqanddagi pedagogika akademiyasiga o'qishga kirib, Mirtemir, Hamid Olimjon, Amir Umariy, Hasan Po'latlar bilan tanishdi. Uyg'un yoshligidan she'rlar yozib, vaqtli matbuotda faol ishtirok eta boshladi. 1929-yili shoirning Bahor quvonchlari nomli birinchi she'rlar to'plami chop etildi. 30-yillarda uning ikkinchi kitob Quyosh o'lkasi, she'rlar, muhabbat kabi yangi she'riy to'plamlari, bir qator hikoya va dostonlari bosilib chiqdi. Uyg'un she'riyati markazida bahor, muhabbat, vatan, tinchlik, do'stlik mavzulari turadi. Dastlabki she'riy to'plamining Bahor quvonchlari deb atalishi ham bejiz emas. Vatan, ona so'zi naqadar aziz deb boshlanuvchi Vatan nomli she'ri o'zbek she'riyatidagi ona vatan haqidagi eng yaxshi asarlar sirasiga kiradi. Shoirning 60-yillardan keyin yaratilgan she'rlarda ko'proq insoniy qadriyatlarni ardoqlash yetakchilik qiladi. Bu jihatdan Hirosima takrorlanmasin, Himolay, Chodir yopingan ayol, Shahringga yo'l oldim, Hind raqqosasiga kabi she'rlari e'tiborga loyiq. Shuningdek, u Ukraina yellari, Jon Temir, Gulasal kabi doston va balladalar ham yaratgan. Uning Parvona, Abu Rayhon Biruniy, Ibn Sino, Zebiniso kabi sahna asarlari ham bor. Uyg'un 1952-yil, 1954-yillarda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi bo'lib ishlaydi. U o'zbek adabiyoti taraqqiyoti yo'llarida xizmatlari uchun 1956-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, 1965-yil esa O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvonlariga, shuningdek Respublika davlat mukofotiga sazovor bo'ladi. Uyg'un 1974-yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasiga muxbir a'zo qilib saylangan. Uyg'unning asosiy asarlari bilan Uyg'un.uz sayti orqali tanishishingiz ham mumkin.